هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İbrahim tefsiri 24. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İbrahim suresi 24. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın mundaq bir temsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayyiba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan. Robbining izni bilan vaqti-vaqtida meyve berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga va'z nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yaman so'z, ya'ni kufr kalimasi zimindan qo'murilib tashlangan hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Islom kalimasi bilan kufr kalimasining misoli. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala'nın kelime tayyiba, yani yaxshi söz, iman kelimesi degan oyati bir Allah Teala'dan başka ilah yo'q deb guvohlik berishdir. Esil daraxtga o'xshaydi degini mu'mindir. Yiltizi yerning ostida bo'lgan degini mu'minning dilideki yalğız Allah Teala'dan başka bir ilah yok degan iman aqidasidir. Şeyhi osmonga taqashgan degini bir Allah Teala'dan başka ilah yok deb guvohlik berish bilan mu'minning amali osmonga ko'tariladi deganlikdir. Said ibn Jubayr, Ekrima, Mujahid ve başqalarmu yuqoriga o'xshash dedi. Mana bu misal hakikaten mu'minning amelidan ibarettir. Mu'minning sözü güzel, ameli to'g'ridir. Hakikaten mu'min xorma darxiga o'xshaydi. Mu'minning ameli ettigen kechda har vaqtda Allah Teala'nın dergahiga ko'tarilib turdi. İmam Buxoriy ibn Umar radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Peygamber aleyhisselam'dan qishida edik. Peygamber aleyhisselam manga xislati musulmonga o'xshaydigan, qishmi yoz yopirmoqqa tushib ketmaydigan ve Robbining izni bilan har vaqt meyve beradigan bir daraxtni deb beringlar dedi. İbn Ömer mundaq deydi. Ko'nglimga u daraxt xorma daraxti degan o'y keldi. Abu Bakr ve Ömer'ning so'zlamaganligini ko'rib, Abu Bakr ve Ömer'ning so'zlamaganligini ko'rib, ular hech narsa demagan yerda avval ig'iz ichishni loyiq ko'rmadim. Payg'ambar alayhisalom u xorma daraxtidir dedi. Ondan biz o'rnimizdan turganda men Ömer'ga: "Ey ata, Allah'ın namı bilan qasamki, mening ko'nglimga u cho'qim xorma daraxti degan o'y kechgan edi" dedim. Atam: "Undaqda nemish demeding?" dedi. Men: "Sizlar bir narsa demagachga oldinglarda ig'iz ichishni to'g'ri topmadim" dedim. Atam mundaq dedi: "Men sening ko'nglingga kechganni deyishingni yaxshi deb qarayman.
men sening ko'nglingga kechganni deyishingni yaxshi deb qarayman. İbn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Esil daraxtga o'xshaydi degan oyatdagi daraxt jannatdagi bir daraxtni ko'rsatadi. Rabbingning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Oyatning ma'nosiga qaraganda haqiqatan mu'minning misoli qish, yoz, kech, kunduzning har qanday vaqtida mevasi uzilib qolmaydigan daraxtning misoliga o'xshashdir. Shuningdek, mu'minning yaxshi amali kech kunduzning har qanday vaqtida Alloh taolaning dargohiga ko'tariladi va Rabbining izni bilan mo'l, barakatlik, chiroyli va sarxil meva berdi. Alloh kishilarga va'z nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasi zamindan qo'mirilib tashlangan hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Ya'ni kafirning kufrligining misoli uli yo'q, ching turolmaydigan qamg'oqqa o'xshaydi. Uning yildizi yo'q bo'lib, mustahkam turolmagandek kufrlikning asosi bo'lmaydi. Kafirning amali osmonga o'rilmaydi ve onundan hiç narsa qabul qilinmaydi. Allah mu'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi. Allah zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Allah xolig'ini qiladi. Allah Teala'nın mu'minlarni dunyo va oxiratda iymon kalimasidan iborat haq so'zda mustahkam turg'izdiganligi. İmam Buxoriy Baro ibn Azib radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmon qabrisida savol so'ralganda bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning payg'ambari deb guvohlik berdi. Buning dalili Alloh taolaning Allah mu'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi degan oyatidir. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmizi, Abu Davud va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Ahmad Baro ibn Azib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Payg'ambar alayhisalom bilan Ansorlardan bir odamning jinozasiga egishib qabristonlikqa bordik. Meyit yerlikka qo'yilib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalom o'ltirdi. Bizmi Payg'ambar alayhisalomning atrofida xuddi boshlarimizga qush qo'ngandek jim o'ltirdik. Payg'ambar alayhisalomning qo'lida bir yog'och bo'lib, u yog'och bilan yerni cho'qchilab o'ltiratdi. Payg'ambar alayhisalom to'satdan beshini ko'tarib, Allah Teala'ga sığınıp qabr azobidan panoh tilanglar degan so'zni 2 yoki 3 qitim takrorladi. Payg'ambar alayhisalom yana mundaq dedi. Haqiqatan mu'min banda dunyodan xo'shlashib, ayrilib oxiratga yuzlanganda osmondan yuzlari oppoq, xuddi kundek nurliq farishtalar jannatning kepanlari va xushpuroqlaridan ilib tushib, u mu'minga ko'ringidek yerda o'ltirdi. Amma can alg'uchi farishta kelib, uning beshida o'ltirib, "Ey pok jon, Alloh taolo tarafidan bo'lgan mag'firat va rozilik chiqqan" deydi. U pok jon xuddi tulumning eg'izidan sirg'ib chiqqan tomchidek chiqdi. Shuning bilan jon alg'uchi farishta uning jinini ilib bo'lganda, heliq farishtalar jonni uning qo'lidan ilib, jannatdan ilib kelgan kepenler bilen kepenleydi ve xushpuroqlarni çaçıdı. U candan yer yüzüde tepiladigan en xushpuroq iparning puruqidek puroq chiqdi. Farishtalar u jonni ilib osmonga o'rlaydi. U jonni ilib mangan farishtalardan bo'lgan bir jamoatning qishidan o'tsalar, ular bu nima degan pok jon ha deyishib, onun dünyadaki çığda atıladigan isimlarining eng chiroyligi bilan atab,
Palanchining o'g'li palonchi deydi. Ular u jonni elib birinchi qavat osmonga yetib berib, u jon uchun osmonning eshigining ochilishini talab qiladi. Shuning bilan eshik ochiladi. Har qavat osmonidagi farishtalar u jonni ustunki osmonga uzitib qo'ydi. U jon 7-qavat osmonga yetkazilganda Alloh taolo mening bandamning amalini yaxshi amallar xotirlangan daftarini 50-yinga, ya'ni eng yuqori o'ringa yozinglar va uni zaminga qaytaringlar. Men haqiqatan ularni zamindan yaratdim. Ularni zaminga qaytaraman va ularni zamindan yana bir qitim chiqaraman, terildiraman deydi. Shuning bilan u jon o'zining jasadiga qaytariladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Banda qabriga qo'yilgandan keyin uning yeniga ikki farishta kelib, uni o'ltirg'izib, uningdan Rabbim kim deb so'raydi. U Rabbim Alloh deydi. Andin u ikki farishta dining nima deb so'raydi. U dinim islom deydi. Andin sizlarga avatilgan bu odam kim deb so'raydi. U Allohning payg'ambari deydi. Andin buni qandoq bilasan deb so'raydi. U Allohning kitobini o'qidim, uningga ishondim va uni tasdiqladim deydi. Shuning bilan osmondan mening bandam rost aytdi, uningga jannatdan ko'p silib beringlar, uningga jannatning kiyimlarini kiygizinglar va uning uchun jannat tarafiga eshik ochinglar degan ovoz keladi. Shuning bilan u bandiga jannatning mayin shamili va xushpurq keladi. Uning qabrisi uning ko'z yetgan yergacha kengaytirib berildi. Uning qishig'a yuzidan nur yig'ib turadigan, chiroyli kiyingan va xushpurq chechib turadigan bir odam kelib, seni xursand qiladigan narsa bilan xush bishorat olgan, bu sana va'da qilingandir deydi. U odamdan sen kim bo'lasan? Sening yuzingdan yaxshilik yig'ib turdi-ku deb so'raydi. U odam men sening yaxshi amaling deydi. Andin u banda ey Rabbim qiyomatni tezroq qilgin. Qiyomatni tezroq qilgin. Men oilamga va mol dunyolarimning yeniga qaytib olay deydi. La havla va la quvvata illa billah. Ya Allah. Kafir banda dunyodan xo'shlashib, oxiratga yuzlanganda yuzlari qop-qora farishtalar osmondan yirik kepanlarni ilib tushib, uningga ko'ringidek yerda o'ltirdi. Jon olg'uchi farishta kelib, uning beshida o'ltirib, "Ey Meynatjon, Alloh tarafidan bo'lgan qattiq g'azab nafratga chiqqin" deydi. Shuning bilan u jon kafirning jasadidan ayrilishga boshlaydi. Jon olg'uchi farishta kafirning jinini xuddi o'llangan yungdan zig' tortgandek tortib oladi. Jon olg'uchi farishta u jonni ilib bo'lganda, heliq farishtalar jonni uning qo'lidan ilib, ko'zni yumib ochqicha yirik kepan bilan uraydi. Jondan zimin yuzida tepiladigan tapdan chiqqan eng sesiq purakdek sesiq purak chiqadi. Farishtalar u Meynat jonni ilib osmonga o'rlaydi. Ular farishtalardan bo'lgan har bir jamoatning old qishidan o'tganda ular bu nima degan Meynat jon deyishib, u jon egisining dunyodagi chig'idagi atiladigan eng sat nomlar bilan atab palonining o'g'li paloni deydi. Ular u jonni ilib birinchi qavat osmonga yetib berib, u jon uchun osmondan eshik ochilishini talab qiladi. Biroq uning eshik ochilmaydi. Mushiyaga kelganda payg'ambar alayhisalom shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki
töge yığınının töşügüdün ötkiçe ula cennet kirmeydi. Yani ula herkesmin cennet kirmeydi. Günahkarlığa muşundaq ceza vermez digen ayetini okudu. Ondan Allah Teala o kafirinin emelini ziminin en astideki yamanlarının hali namı emeli yazıladigan depter Siccin gizingla deydi. Şunun bilen o kafirinin cini tövenge qartıp taşlandı. La havle ve la kuvvete illa billah. Peygamber aleyhisselam sözünü to'xtatib, kimiki Allah şirik keltiradigan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni ilib qochgandek yoki bo'ron uni ilib berib yiroq joyga tashlab o'tgandek bo'lib qoladi degan oyatni o'qidi. Ondan sözünü davomlashtirib, shuning bilan u kafirning jini o'zining jasadiga qaytariladi. Uning yeniga ikki farishta kelib, uni o'ltirg'izib, Rabbing kim deydi. U nima bilmayman deydi. Ondan uningdan sizlarga avatilgan bu odam kim deb so'raydi. U nima bilmayman deydi. Shuning bilan osmondan mening bandam yolg'on aytdi. Onunğa o'tdan bir ko'rib silib beringlar. Onun uchun davzaxdan bir eshik ochib beringlar deb ovoz keldi. Ondan onunğa davzaxning harorati va badaniga kirib ketadigan otashlik shamoli keldi. Uning qabrisi qovurg'ilari bir-biriga kirishib ketkichi taraydi. Uning yeniga badbashira kiyim-kechaklari maynat sat badbo'y chiqib turadigan bir odam kelib, sana şum xabar bolsun, bu sana va'da qilingan kundur deydi. O kafir, sen kim? Senin yüzünden şumluq yığıp turduğu deydi. O adam, men senin yaman emelin durman deydi. Andın o kafir, ey Rabbim kıyamet kılmağın deydi. Dedi. Bu hadisni Abu Davud ve İbn Majah qatorliqlarni rivoyat qilgan. İmam Abdu ibn Humayd Anas radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir banda qabriga qo'yilib, uning hamrohlari qabr beshidan qaytganda, u banda ularning oyoq tovushlarini anglaydi. Shuningdan keyin ikki farishta kelib, uni o'ltirg'izib, uningdan bu odam to'g'risida nima deysan deb so'raydi. U mu'min haqiqatan bu odam Alloh taolaning bandisi va payg'ambari deb guvohlik berman deydi. Shuning bilan uningga davzaxdagi o'rniga qara, Alloh taolo sana u joyning o'rniga jannatdan bir joyni almashtirib berdi deydi. Ondan o mu'min cennet bilen davzaxning hammasini ko'rdi. Subhanallah. İmam Muslim Abdu ibn Humayd'dan Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. U mu'minga qabrisi 70 gaz kengaytilib berildi. 70 gaz kengaytilib berilib, taki qiyomatgacha yeshillik bilan to'shqizildi. Bu hadisni Nasai Yunus ibn Muhammaddan rivoyat qilgan. İmam Tirmizi Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biringlar o'lib dafn qilingan chaqda uning yeniga qop-qora va ko'p-ko'k ikki farishta keldi. U ikkisining biri munkar, yana biri nakir deb ataladi. U ikki farishta bu odam haqida nima deysan deydi. U odam burun deb bilginini, u odam burun deb kelganini bo'yicha u Alloh taolaning bandisi va payg'ambaridir. Men
Allah Teala'dan başka hiç ilah yok. Muhammed aleyhisselam Allah Teala'nın bendisi ve peygamberi deb guvohlik beraman deydi. U ikki farishta. Biz hakikaten senin şundaq deydiganligingni bilatdik deydi. Ondan onun qabrisi uzunluğu ve kengliki 70 gaz kengaytirildi. Qabrisi nurluq qilib berilib, uxlag'in deyildi. U kishi men ailemga qaytib ularga xabar beraman deydi. U ikki farishta yangi to'y qilgan eng yaxshi ko'radigan ayoli uyg'otmasa, uyg'onmagan yigitdek shirin uxlag'in deydi. Shuning bilan u hatta Alloh taolo uni yotgan yeridan turg'izguncha qiyomatgacha uxlaydi. Agar o'lguchi munofiq bo'lsa, u munofiq. Kishilarning u odam haqida so'zlashganligini angladim. Menmi u kishilar nima desa, shuni dedim deydi. U ikki farishta. Biz sening cho'qim shundaq deydiganligingni bilatdik deydi. Shuning bilan ziminga u munofiqni qista deyiladi. Zimin uni shundaq qisidiki, hatto uning qovurg'ilari bir-biriga kirishib ketadi. Shuningdan boshlab u munofiq qabrisida toki Alloh taolo uni yotgan yeridan turg'izguncha qiyomatgacha davomli azoblanadi. Ibn Jarir Tabari Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah mu'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi. Bu oyatda deyilgan ahvol u mu'mindan qabrida sening Rabbing kim, dining nima, payg'ambaring kim deb so'ralgan chog'dagi ahvolidir. U mu'min Rabbim Allah, dinim İslam ve payg'ambarim Muhammad alayhissalomdir. U bizga Alloh taoloning dargohidan ochiq paketlarni ilib keldi. Men uningga ishondim va tasdiqladim deydi. Ondan uningga rost gap qilding, sen deganingdek yashading va shu so'zingning ustida o'lding. Qabrangdanmi shu bo'yicha turg'izilsan deydi. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, haqiqatan o'lguchi sizlarning qabr beshidan yongan chog'dagi oyoq tovushinglarni anglab turdi. Agar o'lguchi mu'min bo'lsa, o'qigan namozi bosh tarafida, bergan zakati o'ng tarafida, tutgan ro'zasi so'l tarafida, qilgan sadaqasi tuqqanlarga va kishilarga qilgan yaxshiliklari oyoq tarafida bo'ladi. İki farishta u mu'minning yiniga bosh tarafdan kelsa, namoz men tarafdan kirish o'rni yo'q deydi. Ondan uning o'ng tarafidan kelsa, zakat mening tarafimdan kirish o'rni yo'q deydi. Ondan uning so'l tarafidan kelsa, roza mening tarafimdan kirish o'rni yo'q deydi. Ondan uning oyoq tarafidan kelsa, qilgan yaxshi amallari mening tarafimdan kirish o'rni yo'q deydi. Shuning bilan u mu'minga o'ltirgan deyiladi. U o'ltirdi. Uningga kun petishga oz qolgandek ko'rinadi. Farishtalar tarafidan biz so'ragan savollarga javob bergan deyiladi. U men namoz o'qib olguncha o'z holimga qo'yinglar deydi. Ondan uningga sen haqiqatan bir ozdan keyin shundaq qilasan. Avval so'ragan narsalarga javob bergan deyiladi. U mendan nima so'raysizlar deydi. Uningga sizlarning ichinglarda turgan bu odam to'g'risida nima deydiganligingni, u odamga qanday guvohlik berganligingni deb bergin deyiladi. Ondan u odam bu Muhammad alayhissalomgo deydi. Uningga ha, shundoq deyiladi. U Muhammad alayhissalom Alloh taoloning payg'ambari deb guvohlik beraman. U bizga Alloh taolo tarafidan ochiq paketlarni ilib keldi. Biz uni tasdiqladik deydi. Ondan uningga sen haqiqatanmi shuning ustida yashading, shuningda o'lding. Alloh xolisa shuning ustida terildirilsan deyiladi. Shuning bilan uning qabrisi 70 gaz kengaytirildi va nurli qilib berildi. Uningga cennet tarafidan eshik ochildi va Alloh taolo
sana cennette tayyorlagan narsalarga qarag'in deyildi. O ne'matlarga ichidan so'yinib, xursandlikka texmi oshidi. Ondan uning jini yaxshi jonlar ichida qilinadi. U yaxshi jonlar jannatning daraxtlarida uchib yuradigan yeşil qushlardir. Uning jasadi başta yaratilgan tuproqqa qaytarildi. Mana muşula Allah Teala'nın Allah müminlerini müstehkem iman bilen dünyada ve ahirette mahkem turg'izadi degan oyatning ma'nosidir. Bu hadisni İbn Habban rivayet qilgan. Uningda kafirning javobi va uningga bo'ladigan azab to'liq bayon qilindi. Uningda kafirning javobi va uningga bo'ladigan azab to'liq bayon qilindi. Abdurrazzaq Tausning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah müminlerini müstehkem iman bilen dünyada ve ahirette mahkem turg'izadi degan oyatning ma'nosi bir Allah Teala'dan başka hiç ilah yok deganlikdir. Ahirette deganning ma'nosi qabridagi so'roq deganlikdir. Qatada mundaq dedi. Dünyada yani dünya hayatlıqda Allah Teala müminlerini yaxshi amallarni qilishga muyassar qiladi. Ahirette yani qabrida iman bilen aram topqizadi. Salaf ulamolardan bir qanchasidanmi mushunga o'xshash rivoyat qilindi. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sura İbrahim tefsirinden 27. ayetgacha angladinglar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.